Assalamu alaykum qadrli ko'rman do'stlar. Nadir kitoblar yetakchisi bir kitob bir olam programmasi davomli huzuringizda bo'ladi. Atrofimizda real ijtimoiy temalar chechilib va to'lib yotgan bo'ladi. Bu real ijtimoiy temalarni har bir qalamkash o'ziga xos mahorat bilan, o'ziga xos uslub bilan va o'ziga xos bo'lgan qimmat qarash bilan tasvirlaydi va shu orqali muayyan ijtimoiy masalani ko'tarib chiqqan bo'ladi. Bugünkü programımızda biz Ömer Abdullah Arqut Efendi'den Gül'ün Eçilmeyi Qiyin namlı roman hakkında söhbet kuruşunu layık tapdık. Bu roman Şinjan Yaşlar Ösmürler Neşriyat tarafından dəcil kılıngan. Tövende ben bugünkü söhbetimizge iştirak kılgan 3 aziz mihmanını körümen dostlar tanıştırıp öteyim. Şinjan Yaşlar Ösmürler Neşriyatının muavin baş muharriri şair Abdülkerim Hasan Efendi. Turpan vilayetlik tecrübe otur mektebinin til elbet okuyucusu Ahmet Ablum Efendi. 90 ayı G'olbi yeza Qashqar maktabining o'qituvchisi Farhod Salohiddin Efendi. Xo'sh, adabiyotımızda real ijtimoiy temadagi asarlar uzluksiz nashr qilinadi. Har bir nashr qilingan badiiy romanninki, badiiy asarning o'ziga xos o'qirmani bo'ladi, o'ziga xos ta'bir berguvchisi va o'ziga xos bo'lgan bir xil qimmat masalasi maydonga chiqyapti dedim Abdukim. Siz endi Gulning Ichilimi Qiyin nomli romanninki mas'ul muharrir ekansiz. Albatta, romanni tahrirlash davomida tahrirlik halqalari jarayonida o'zingizga ta'sir qilgan nuqtalar bo'lishi mumkin. Undaqda sizni mush roman qanday bir ta'sir keltira oladi? Mushaq qarashlaringizni anglab baqsak. Mavzusini qarab, Gulning Ichilimi Qiyin degan mavzudan men bu Gulning odatda ichilishi uncha qiyin bo'lmaydigan, Gulning to'zishi oson deydigan tushuncha bo'tdi. Bu qanday gap bo'ldi deb asarniki birinchi betidan olsam Gulpari deb bir qizning ismi chiqdi. Demek Gül degan bir uqum baştan axir asarninki takit oxirgacha bilim manganligini his qildim. Shuning bilan biz o'tir maktabda o'qigan Lutfulloh mutallibniki yoshlik odamning zilva bir chig'i, to'limi qisqa uning umri biroq. Yirtilsa kalendarning bir varig'i, yosh gulidan to'kiladi bir yopurmoq degan ana shu go'zal she'ri yodimdan kechdi. Yosh haqiqatan go'zal, ammo u intayin qisqa. Ama muşu ikisinin arsada şunda qaraydigan bo'lsak, her bir insan o'zining yoshlik hayotini besib o'tgan vaqtida bir yil, bir oy, bir kunlar amaliyotda 1 minutdan o'tib mangadi. Yoshlikdagi shu hissiyotga to'lgan minutlarga nisbatan aytganda, har bir minutning o'ziga loyiq yurak tevishlari, izlanishlari, o'y fikrlari, tiniqlari singanligi uchun bu yoshlikning shu vaqtda boshdan kechirgan kishiga nisbatan bu yanada to'limi bir uzun musofa. Şunun nisbeten etkilendi, Gülning Ichilmig'i musofa jihatdanmi qiyin. İkincisi, mush bosqich insonning butkul hayotiga, xarakteriga, taqdiriga bog'langanligi uchun uning ichilmig'i tېخىمۇ qiyin. Bu Gülni mo'ldir so'qitishi mumkin, judunda xarob bo'lishi mumkin, g'uncha holatida so'lishi mumkin. Bu ichki va tashqi sabablar bilan munosabatli bo'ladi. Endi Lutfulloh mutallibning bizning o'tir maktabdagi qoldirgan ana she'rniki ta'sirining yazğuchining tafakkuri yana bir xil proza ijodiyatida buning o'ziniki qiyomiga yetganligi, demak avtorning mush asarni tahrirlash jarayonida o'zini tushundigan, shu asarni tushundigan, o'xshash ma'lum jihat o'rtaqlik ega bo'lgan muharrirni tanlashiniki sababi ekanligini tushungandek bo'ldim. Tarix o'rganish kishini zeriklashtiradi. She'r o'qish kishining zehnini ochadi. Matematika kishini puxta qiladi. Felsefe o'rganish yuzay qarashdan xoli qiladi. Etika salmoq qiladi. Logik bilan stilistika munozirga moyil qiladi. Umuman kitob o'qish kishini takomillikka erishtiradi. Yoshlikning o'zi bir gulga o'xshaydi, yoshlikning o'zi bir chaqmoqqa o'xshaydi. Uningki so'lmoqi o'zidan, uning echilmoqi o'zidan. Yoshlikning o'zi bir chaqmoqqa o'xshaydi deganda tövandagi ruboiy mening esim kelib qoladi. Yoshlik chaqmoqdan chiqib o'chsan, avrishimchig'ing bu o'gan. Qarang'i dil cho'liga bir kun cho'ksan, odam bo'lish dolduluğu salmasang jugan. Qarsak, mush ruboiy romanninki umumiy mazmunini muayyan darajada yuritib beradi ekan. Masalan, bu yerdagi bosh qahramon Ömer bilan Gulparayning hissiyoti tayinib, bo'pmi Gulparayni iborat bu berishniki, hissiyotga tayinib, hissiyotning aqlning ustiga minib olishi bilan kelib chiqayotgan bu qizdagi bir xil tragediya.
Onundan ki o tragediyanınki o bir bəxtə aylanish məsələləri xususidiki murakkab jarayonlarda biz yuqorida esimiz kelib qolgan bir ruboiyninki ma'lum taraflari aks etadi ekan. Romanga ko'zga kirgan bo'lsak, romanda mening bilishimda 30 dan ortiq personaj bor. Ahmad ma'lum. Nima shuning ichida boshdan oxir bizning ko'zimizga kelib turadigan ikki muhim bosh qahramon bor. Bularning birisi Gulpari, yana birisi Ömer. Bu ikkisi gah tragediyalik qismatlari bilan, gah baxtiyar kunlari bilan bizni ba'zida ochiq azoblar bilan talg'andirsa, ba'zida ikkisininki chin shirin muhabbati bizni go'zal bir hissiyot qaynimiga olib tashlaydi. Bu ikki personajdan qarasam, yaratilish ahvolimi Ömer Efendi'nin başka kitaplarındaki personajlar qaraganda sal o'zgacharoq his qildim ham deman. Onda siz ham bu ikki personajning yaratilish ahvoli qanday qaraysiz? Bayım deb o'tdik. Bu Gulning ijlimi qiyin degan roman bugungi davrni o'tmish eng yaqingi davrni reallik asos ifodalash vasitani maqsad qilgan. Romandagi asos voqelik 2002-yildan 2006-yilgacha eng yaqin vaqt. And romandagi asos personaj bayı deb o'tgan Gulpari, yana birisi Ömer. And bu personajlar har ikkisila o'z ko'ngliga oliy maktablarda o'qib ulug'vor istaklarni ishga oshirishni kutgan. Ammo har xil sabablar bilan oliy maktabda o'qish orzusiga yetolmagan. Mana shunday personajlar. Endi bular maktab bitirib oliy maktabga o'tolmagan bo'lsa-mu, lekin turmush qaynamada muhabbatning ozdirishiga, hissiyotning ozdirishiga uchragan. Mushunda zarbalar tufaylidan o'zini tushkunlashgan. Oxiri aqlini tepib turmushda o'ziniki asli holatini, asli mohiyatini, o'zining nimani orzu qilganligini tushungan vaqtning o'zida zarbalardan hammasidan qutulib, yana o'zining asldagi holati bo'yicha turmush yo'lini topgan, o'z oldiga ilishtirgan yoshlarimizning tipik vakili. Endi Gulparini aytsak, buning oliy maktab imtihoniga tahrir o'qigan yili 2 oy qolgan vaqtida muhabbat qaynimiga kirib qoldi. Mana shuning o'zi o ko'nglida oliy maktabda o'qish orzusi shunday kuchli. Ashad o'qiyman deb shuncha orzu qiladi-yu, lekin irodasizlik bor. Buni otasining tugab ketishi ko'nglining intayin yerim bo'lishiga munosabat qildi. Bu chog'da biz uning ra'yini eslashni qilamiz. Dal shu vaqtning o'zida bir olim ismli savoddish uningga eslashni qilish, ko'ngil bo'lish sababli, saxt ko'ngil bo'lish sababli uni o'ziga mayil qilib oldi. Misali bu aşı irade aqlning ustiga hissiyot oldiga o'tib olib, o'zining ojizligi, ya'ni ko'ngilning miskinligi, yerimligi, otasining tugab ketishi bilan o'ziniki kelgusining shunday bir qorong'u, shunday bir cho'ng yo'lanchigidan ayrilib qolgandek his qilish sababli oliy maktabga o'tolmagan bo'lsa-mu, lekin o'z oldiga yana iliktilgan, boshqa bir chiqish yo'li tepib, yanala o'zining odamiylik qadr-qimmatini saqlab, jamiyatda bir kichik o'rinni egallab, o'zining qadr-qimmatini namoyon qilgan qizlarmi bor. Yana Gulpari. Bu dastlab hissiyot jihatda, muhabbat jihatda mag'lubiyatga zarbaga uchrab, o'zi intan tushkunlashgan bo'lsa-mu, yana oxir o'rnidan dars turib, aqlini tepib, aslida bu bir aqlli qiz. Yana birisi irodalik, ma'lum bir nishonni maqsadga ko'ngil qilsa, cho'qim shuningga yetmoqchi uchun cho'qim tirishdi bu. Keyinda shu sabablar tufaylidan oldidagi bahslar hammasini yod tugitib, bu o'z oldiga iliklaydi. Bular xuddi atrofimiz badahlar. Xuddi Gulpariyni oldin ko'gini yo'lda bir yerga kutayotgandaylar. Ömerni qaysidir bir turpandagi ma'lum bir danglik restoranga kirib, mana shu xo'jayinni xuddi Ömerdek, mushu Ömer bilan deb qolgandaylar. Bu yerda reallikqa eng yaqin, atrofimizdagi siz ko'rgan, men ko'rgan, siz bilan to'liq uchrashgan, men bilan to'liq uchrashgan Gulpariydak, Ömerdek kishilar atrofimizda intayin ko'p. Bularniki hayot qismati intilish, zarbaga uchrash, yana oxiri o'rnidan dars turib, o'z oldiga ilik tiklash. Bunga qaraganda Barat ma'lum, siz shu romanninki vaqalik qurilmasi to'g'riliq o'zgacharoq ta'sirot bo'lgan taraflaringiz bormi? Biz bilamiz, bir romanga nisbatan aytganda bir yirik, eng yirik asar bo'lish sifati bilan vaqalikning qanday talinishi, qanday o'rinlashtirishi, vaqaliknimniki romanning qurilmasi ve kitapxonlarga yetkazilish jihatda nihoyat muhim o'rinda turadi deb qarayman. Endi Umar Abdulla Arqutning Gulning echilmagi qiyin degan mazkur romanda
mana shu voqelikni tanlash, voqelikni o'rinlashtirish jihatda bir qadar kuchigan va bir qadar muvaffaqiyat qozongan deb qarayman. Endi romanlarning voqeligini qarasak, odatda bir qism romanlarda voqelik yakki liniya bo'yicha taraqqiy qiladi. Yana bir qism romanlarda bir qancha voqelik xuddi parallel siziqlarga o'xshash bir-biri bilan parallel holatda taraqqiy qilib qilgan holatda yoziladi. Yana bir qism romanlar bo'lsa, bir qancha xil voqelik o'zaro giralishib ketgan holatda o'tirib qo'yiladi. Mazkur romanda yazg'uchi shu romandagi asosiy personajlar bo'lgan Gulpari bilan Umarniki hayot musobasidagi o'ngishsizlik uchrash va qayta qad ko'tarib chiqishdan iborat umumiy voqealarni, asosiy voqeani markaz qilgan asosda uningga munosabatli bir qancha voqelikni chatma, bir-biri bilan giralishib ketgan holatda o'tirib qo'ygan. Yana buningda voqeliklar heli uchrashidi, heli ayriladi, yana qayta uchrashidi. Mana shu shaklda o'rinlashtirganlik uchun o'qigan odamga bir xil qiziqish, kaynidan nima bo'la degan bir xil qiziqish tuyg'usini bag'ishlaydi. Bu romanni o'qigan har bir kitobxon tabiiy holda ta'sirlanmay turolmaydi. Bo'libmi, mening o'ylashimda hozirgi zamondagi yoshlarimizga nisbatan shu romanni o'qigandan keyin o'zi haqida qayta bir qatim astoydil o'ylanish bag'ishlay oladi deb o'ylayman. Yo'ldagi qo'ramtosh irodasiz, umidsiz insonlar uchun cho'ng bir to'solg'u. Holbuki tirishchan, irodalik odamlar bu toshni tېخىمۇ yuqori paliga chiqishdan bir palampi qilib oldi. Raqobat kun sari keskinlashayotgan bugungi kunimizda yoshlarimiz moddiy sharoitlar, psixik jihatdagi to'solg'u, umidsizliklar oldi bosh egmay, vijdon, aql va tirishchanlik bilan o'z istiqbolini qo'lga olishini bek orzu qilaman. Men bu romanimda mushu maqsadlar uchun tirishchilik ko'rsatdim. Demak, romanning voqealigi ko'p qatlamli, strukturali qatlamga ega. Romanni avtor hali chechib yutadi, hali jig'idi yana chachidi. Tragediyaga tashlab yutadi, tragediyadan qutulib chiqib, yana baxt qilib so'raydi, yana tragediyaga tashlaydi. Oxirida yana apchil holda romanning voqealigini, sujetni yig'ib o'tirib, muhim bo'lgan bir masala. Milletimizde ahlak, mizan, ölçümünün ait mukaddesligi, aile nikah meselesinin ait mukaddesligi'ne ibaret bir mesele götürüp çıkıyor bir yere. Hoş, muşununga qarta yana sizinki qarşınıza alып baksam Ahmet Malımendi. Muş Gülperi'ye muşu Ömer'e okşayıp personajlarning obrazını yapışkanlık aptır yana zade qandaq bir meseleni o'tirib qo'ymoqchidir. Mening his qilishimcha, muşu Gülperi bilan Ömer'ning obrazi yarışarliq aptırning yetmoqchi bo'lgan yoki o'tirib qo'ymoqchi bo'lgan masalasi degan gap. Boyda aytdik. O'rta maktab tugatgandan keyingi barliq chiqish nuqtasi oliy maktab emas. Oliy maktabga o'tamaganlar men o'z oldiga tirishsa, o'z oldiga tikili bo'ladi. Masalan, Ömer o'z oldiga ellik tikildi. Endi Gülperi'niki yapsak, Gülperi'ning ashunda qismatdagi yo'liqishi qandaqdir avtor o'zi olashtirib qo'ygan voqelik emas bu. Aj Gülperi'niki irodasizligi, bo'shanligi, axloq qarashining axloq tuvanligi sababli ashundaq muhabbatda o'ngsizlik uchradi. Mana bu sharqlar avtor nima demoqchi deganda, mayli Gülperi'ga o'xshash qizlarimiz bo'lsin yoki Umarga o'xshash yigitlarimiz bo'lsin, axloqning intayin muhimligini. To'g'ri. Miyada sharmiy hayoning Uyg'ur axloqining intayin muhimligini o'tirib qo'ymoqchi. Avtorning yetmoqchi bo'lgan yoki o'tirib qo'ymoqchi bo'lgan masalasi mana shu deb qarashga bo'ladi. Xo'sh, har qanday bir asarninki ta'sirlantirish nuqtasi bo'ladi aldigim. Mayli bu bir parcha povest bo'lsin, hikoya bo'lsin yoki bir roman bo'lsin, bir parcha badiiy roman bo'lsin, uningki ta'sirlantirish nuqtasi bo'ladi. Bu ta'sirlantirish nuqtasini ching tuta olgan yozuvchi, o'qirmanlarning ko'nglini egilliga yozuvchi deb qarash kerak. Mush nuqtadan qaraganda, mushu romanninki ta'sirlantirish nuqtasini siz nerede qaraysiz? Bizde shunda ba'zi o'qirmanlarningki ko'z qarashi va bir yaxshi asar o'qirmanni ya kuldira olishi, ya yig'ilta olishi kerak deydigan. Endi bumi bir hisobda aytganda to'g'ri, lekin umum adabiyotniki estetik qimmat nuqtasidan yoki uningki berilgan ilmiy qimmat va axloqiy, falsafiy qatorliq ijtimoiy qimmat nuqtalarida aytgandimi,
bir asarning tez unum berishimi u bir mezgillik unumni ko'rsatadi. Menimcha bir asar o'qirmanga nisbatan cho'nqur, tegsiz xiyollar boshlab ketalaydigan, hech qachon his qilib boqmagan bir bo'shliqlarga yetaklaydigan, ham uningga nurg'un savollarni tashlab qo'yalaydigan, uningki aqliga aql, hissiyot va dunyo qarshiga yangi bir kuch ato qila oladigan, ham qayta o'qisa yana uningdan ilgari his qilmagan ba'zi bir kengliklarni his qiladigan, mana shunday qatlamga ega kenglik va cho'nqurlikni o'z ichiga olgan bo'lganda uningki umri uzun bo'ladi, qimmati yuksak bo'ladi. Uni vaqtning nurg'un sinoqlaridan va o'qirmanlarning o'tkir ko'zlaridan u utuqliq o'sib chiqib davom ettira oladi. Avtorning kimi bir asarga qilingan qantar ajrmi dal shuning bilan g'adiga chiqdim. Bo'libmi mana bugun mushu xilvat bir yilda o'tiribdi. Mush asarda ma xilvat yildagi suhbat shu asardagi ma'lum bir narsa men eslatib Gulpari degan bu bosh qahramonimiz shaharningki qaynam tashqin vangcho'nglik tuprog'idan ayrilib, turmushning muhtojligi va boshqa sabablar bilan mana shunday xilvat bir yeziga vaqtlik o'qituvchi bo'lib kelib, o'zini beg'ishlab shu o'qituvchilik hayotini boshlaydi. Buningki shaharda qolgan o'ziningki loyiqi olim degan yigit buning bilan orliqlarda ko'rishib, ahvolishib turdi. Shunday kunlarning bir kunda bu qiz bir parcha salom xatni topshirib oldi, konvertni topshirib oldi. Bu konvertning og'zini yutganda uningdan salom xat emas, balki o'zi ishongan, o'zini topshirib aytgan olim degan loyiqining o'zi bilan emas, boshqa bir qiz bilan bo'lgan to'yning to'y vaqti bo'lib chiqdi bu. Asli o'zining ismi yozilish tegishli bo'lgan bu vaqtda boshqa bir qizning ismining bo'linishi, o'ziningki yuragini bergan yigitining boshqalarga mansub bo'lib ketganligi, bu xil osiylik, bu qizga nisbatan bu bir parcha xat uning bir o'lim xati bo'lib tuyuldi. Bu qiz bir o'zining hayoti va butun dunyodagi barliq o'zi sevgan narsalardan butunlay mahrum qolgandek, hayoti butunlay tashlab o'tilgandek, ruhi allaburun o'lib vujudidan chiqib ketgandek cho'nqur iztirob ichiga cho'kdi, gangiraydi, nido qildi. Mana shu vaqtida mening yuragim o'pkam o'rildi, yuragim qisildi. Haqiqatanmi bizning qizlarimizning ana shunday chin yurgidan so'ygan yigitlari qandaqdir bir sabablar bilan, ma'lum bir manfaat sababidan yoki muhabbatni o'yin qatori ko'rganlik sababidan va xilma-xil sabablar bilan bizning ana shu beg'ubar qizlarimizning yuragiga azob soladi. Bu azob kichkina azobdek qilgan bilan amaliyotda shuning hayoti va uning kelgusiga nisbatan qilingan nihoyat og'ir darajadagi dushmanlik hisoblandi. Mana mishani o'qib o'tib men o'yladimki, avtorimiz bizningki bu yerda qarmoqqa voqea so'zlayotgandek qilgan bilan mana mushni o'qiyotgan qizlarimizga nisbatan, ey qiz, sen ojiz, sen har vaqt muhabbatda hamon seningda bir aql bilan bir ishni beshini boshlaganda uning oqibatining qandoq bo'lishiga nisbatan bir orliq qoldirish hissiyoti bilan muomala qil. Sen bir minutning ichida seniki shu do'sting dushmaningga aylanishi mumkin. Balkim sening yaningdagi eng sevgan odaming vaqt kelgan sening eng chong qotiling bo'lib qolishi mumkin degan narsani quloqiga shivirlaydi. Mayli muhabbat bo'lsin, mayli do'stlik jihatda bo'lsin, har qanday bir inson aql ko'zi bilan, salmoq hissiyotda, so'q fikr bilan aman buning astoydil muomala qilish kerak. Bir odamga gumon bilanmi qaramaslik va cheksiz ishash bilanmi qaramaslik, ya'ni aqldan iborat mush ko'z orqali hayotga muomala qilish bu yoshlikdagi intayin muhim bir mezon degan narsani da'vatidi bizga. Romanni o'qisak, romanda tanqidiy pozitsiya bilan tilga ilingan ishlar obrazi xeli bor. Mush masala qanaqa qaraysiz? Personajlarni olsak, asosiy personaj bo'lgan Gulpari bilan Umar. Mushi ikki personajning o'zidimi tanqidiy pozitsiya bilan muomala qilingan nuqtalar bor. Buningdan boshqa qo'shimcha o'rindagi boshqa personajlar, masalan, Olim, Robiya va Olim bilan Robiyaning otasi, opsi, Ma'un shahar boshlig'i qatorliq bir qancha personajlar. Yana shundaqla Umarniki goh bir munda qisqili paydo bo'lib yo'qolib ketadigan bir qancha og'illar bor. Farhod masalan. Farhod yoki boshqa bir nima
mahalladagi boshqa ishlar xilma-xil qatlamlarda xizmat qiladigan, o'z oldiga igilik tikilgan, oshxona ochadigan, dehqonchilik qiladigan, boshqa idora o'rinlarda ishlaydigan deganda ko'p qatlamlardan tarkib topgan bir al og'inlari, xizmatdoshlari, do'st birodarlar, urug' tuqqanlari qatorliq bir qator personajlar bor. Jami personajlar shu 30 qatorida bo'ladi. Ba'zilari doim bor, ba'zilari goh paydo bo'lib, goh yo'qaydi. Endi bu romandagi shu tanqidiy tilga ilingan temalar to'g'risida to'xtalsak, bu romanda birisi muhabbat, yana birisi oila nikoh qarishi, yana birisi hozirgi yoshlarimizning iroda, o'z psixikasini tangshash iqtidori, axloq mizonlariga tutishib ketadigan taraflarda, masalan, xiroyinga xumo bo'lib qolish degandek, mana bu shu jihatlarda tanqidiy pozitsiya o'tirib qo'yilgan masalalar xili ko'p. Romanning boshdan oxir barliq jarayoniga singdirib o'tilgan. Endi alohidalik jihatdan olsak, mushra singdirilgan bo'lsa-mu, bu yerda Umar Abdulla Arqutning romanida qo'llangan usuli mening qoyil qilgan yeri. Hagizmi oqni birini oq bo'lsa butunlay oq, qorini qora qilib o'tmagan. Xuddi biz deymizgo, gulningmi tikini bor deganga o'xshash, bu romandagi asosiy personajlar bo'lgan ijobiy personajlarningmi o'z navbatida biz tanqidiy muomala qilishga tegishlik, qabul qilinmaydigan ojizlik ham xato nuqtalari bor. Mana shularni o'z navbatida tanqidlab o'tgan, muayyanlashtirishga tegishlik tarafini muayyanlashtirgan. Ijobiy personajlarda shundoq, salbiy personajlarda shundoq. Aptır bu Gülperi Ömer'in ibaret bu personajlar baştan ahir belki istaşlıktan ketmegen, çabayıpın ketmegen. Olanınki özününki tragediyasini üzük taşlap bergen aptır bu yerde. Bundan qaragandılar aptırınki əsərdəki qol məsələyə nisbətən bir tənqidi pozisiyonu qolunatqanlığı görünüb durdu ekan. Abdülkim Efendi endi romanınki endi bayımı deyildi, bəzi mövqeyyatları biz dəb etdik. Sizдің endi romanның bədii mövqeyyatlarına qarta qarashlarınız barmı? Bu Muşu eser, bunun icadiyetine pellisi değişik olmaydı. İcadiyet ceryanındaki bir kadar muvaffakiyetli çıkıvatkan eseri, bundakinki icadiyetlerinin yeni bir nuqtası değişik olurdu. Muşu cihat etkanda bu eserde hem özüge layık arzu kılgan bədii muvaffakiyetler oturğum çıkan, hem bazı bir öz əfsuslanğan tarafların boluşu mümkün. Erkandaq bir eserniki işki yaxlamalığı olurdu. Menimce bu eserde ben özüm təhlil jarayonidagi his qilgan bədii jihatga alaylik. Birisi eserniki tili. Tilini ait ravan, uquşluq, artıq tuş gap yo'q. Diyaloglarniki o'zaro deyildigan diyaloglarniki ixchamligimi kishilarniki darhol diqqatiga tortadi. O'rinsiz uzrab ketgan so'zlar yo'q. Ixchamlik jihatda bu eserniki bir kishiga yaqqanligi, buning o'qishchalig'niki oshirgan tarafi. Ikkinchisi, buning qurilma jihatdagi mukammalligida. Eserning umum qurilmasi boshda qanday ma'lum bo'lsa, oxirgi shu yerga kelib bu yaqinayt muvaffaqiyat qildi. O'zaro buning oxiri xuddi sevat to'qilgandek hamma yerlarni joy-joyiga keltirib, yaxshi qurilmalarni obdan hal qilgan. Qurilma jihati bir qadar mukammallikni saqlagan. Tema tanlash jihati. Endi buniki tema jihati aytgan vaqtida bo'libmi shu hozirgi zamondagi yoshlarimizga nayt yaqadigan. Mush qisqagina orliqlik bo'ladigan yosh hayotida masalan 18 yoshdan 20 yaş, 25 yaş yoki 30 yoshgacha orliqdagi 5-6 yillik inson umridagi eng oltin bir davrni mush orliqni tanlagan. Chunki bu orliq har qanday insonning beshidan o'tadi. O'tib ketganlar shu vaqtini seg'inadi. Mush tema mandachiqan dunyoviy o'rtaq bo'lgan insoniyatning hayot bosqichidagi bir oltin orliq ifodalangan tema. Demak, tanlagan tema da intayin joyida tanlangan deyish bo'ldi. Endi agar bu eserde müşkül bədii muvaffaqiyatlardan başqa mən görüş jarayonida özümni shu vaqtda his qilgan narsamda bu 2 tomkan asri 3 tom yozilsa bo'pti degan o'yda oldim. Qanday deganda asarning boshlanish qismini aytdi, tabiiy, kengri, larzan ma'lum bo'lsa, oxirgi xulosanish qismi oldingi ritmga qaraganda sal ritm tezlashib ketgandek,
hissiyatını berdi. Bu yetishlik deb qaradingizmi? Endi bu avtorninki ba'zi asarlarning ritm jihati kaynini sal ishtig'ilib o'tish, bu ilgirmi bo'linayotgan emgaklamasan, Anyurt romanını oxusaqmı şu xil hissiyatda bo'lamiz. Bu har xil obyektiv sabablar bilan birsi avtor shuni xohlagan bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa umuman hozirgi Uyg'ur kitobchilik bozoridagi kishilarning kitob sotib olish ehtiyojining ahvolini o'ylashgan bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa o'qirmanlarningki asar o'qishdagi savr taqiti taraflarini o'ylagan bo'lishi mumkin. Yoki shu vaqtlarda avtorning salomatlik ahvoli bo'lgan bo'lishi mumkin. Yoki shuni ijodiyat ib berayotgan vaqtidagi o'zininki ijodiyatga yuzinish ahvoli mushqatali bir qator taraflar bo'ldi. Ham buni biz bir asarni yaxshi, yomon deb bu yerda orib bo'lolmaymiz. Buni ayırıdığını bizning xalqimiz, mushni o'qiydigan bizning o'qirmanlarimiz. Demak, adabiyotimizni biroz ba'zi asarlardan ziyoda so'zib o'tadigan, hikoyani povest qiladigan, povest roman qilib o'tadigan, bir tomlik roman ishgan qaytira ya bo'lmasa, ba'zi bir asarni haddidan ziyod pirslaydigan mana bir ahvolmi yo'q emas endi. Buning bundaq yoki romanniki shundaq bir pirslanishi yoki bir so'zib o'tilishni balkim yozuvchininki badiiy isboti bilan munosabatli Onunki ijtimoiy real temalarga tutgan pozitsiyasi bilan qimmat qarashlar munosabatli. Shundaq asarninki syujet qatlamlarining ko'p liniyalik o'tkir ziyat to'qinishi bilan taraqqiy qilishi bilan munosabatli hodisa ekanmi deb qolama. Undaqda Gulning ochilmi qiyin nomli romanni biz bir o'qirmanlik nuqtasi turib yurak so'zlarimizni dedik ham bu roman haqida. Undaqda yana boshqa o'qirman do'stlarimizninki Gulning ochilmi qiyin nomli roman haqida yana qanday yurak so'zlari bor? Buni mu ko'rman do'stlar anglab baqsa. Gulning ochilmi qiyin degan bu romanida barliq masalalarniki, mazmunlarning hammasini shu masalan olgan bo'lsak, jamiyat, tarix, axloq, muhabbat qatorliq shu 4 nuqtadan keng kushada uchiq yo'roq ifodalab badi deyishga bo'ladi. Barat apandi asarninki tugallamasiga qarsak, odamninki qalbini larzaga soladigan, nayt odamni bir xil silkintiradigan bir abzas bor. Mush abzas sizni qanday ta'sir keltirdi? Men hayajonlandim, sizni qanday ta'sir keltirdi? Gulning ochilmagi qiyin degan bu romanning oxirisini, tugallamasini mana bir jumla so'z bilan tushaygan. Hayotning ma'nilik tarafi shu. Atrofimizda go'zal orzusini amalga oshira olmagan bilan, go'zal orzularning amalga oshishiga o'zini atiya oladigan chin insonlar bor. Mana bu bir jumla so'z bilan bu romandagi davrimiz yoshlariga vakillik qiladigan Gul Pari bilan Umardan iborat ikki markaziy obrazdagi xarakteri oxirgi orqali va shu romanning oxirgi demakchi bo'lgan ideyasini ixcham ifodalab bergan. Navbatda yoshlarimizning oldin turayotgan raqobat intayin keskin. Xirs qilayotgan masala to'limi nurg'un. Biz bu roman orqali navbatdagi irodalik yoshlarimizninki hayot safariga putuq, ularninki igiligiga muvaffaqiyat, hayotiga baxt tilaymiz. Bugungi suhbatimiz mishan oxirlashdi. Xayr, xo'sh, salomat bo'linglar.